Lekin birodarlar, har qancha tun uzoq bo'lmasin, bir kun tong otadi bir vaqt kelib. Har qancha yomg'ir ko'p yog'masin, bir kun kelib to'xtaydi. Chunki shiddatdan keyin faraj keladi, mashaqqatdan keyin yengillik keladi, balodan keyin rohat keladi, qo'rquvdan keyin omonlik albatta keladi. Inna ma'al usri yusra, inna ba'dal usri yusra dedi Alloh taolo. Mashaqqat bilan yengilchilik ham bor, mashaqqatdan keyin ham yengilchilik keladi deydi. U mo'min odam iymon keltiradi bunga. Endi nima bo'lar ekan deb tushkunlikka tushmaydi. Allohning aytgani bo'ladi. Val aqibatu lil muttaqin. Oqibat taqvodorlarniki bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ha, bu dunyoda ko'rmasangiz, oxiratga ishonasizmi? Kim aytdi siz bu dunyoda ko'rishingiz kerak deb? Ha, mo'min odam Alloh taolo nimani taqdir qilgan bo'lsa, roziman deb qabul qilganmi? Nimaga bu dunyoda ko'rishingiz kerak albatta? Oxiratga olib qo'ygani yaxshi emasmi agar dunyoda bermasa? Yo, dunyoda ko'rib turib oxiratda ishni so'rasa ham rozi bo'laveramizmi?